Endi Lacetti Gentra qilingandan keyin xohlaysizmi, oldi klassika bo'ladi. Necha pul berasiz? Kelishtirib ayting. Ya, o'sha men qo'lni bering. Bo'ladigan bo'lsa 40 million naqd beraman. Naqd 40 million beraman aka. 2009 Lacetti Gentra qilingan. Qo'lni klassika. Yurgani? Yurgani 2 yildan oshgan. 2 yildan o'tgan. Mineralni ham chiqaman aka. Hammasi chiqadi, aytma. Ko'nglingiz 50 ya. To'g'risida. Siz hozir 50 ming sotaman degansiz, to'g'rimi? Ochiqcha yuringda, bir gapda. Siz ayting-da. Lacetti pul emas aka shuncha aka. O'zi nima mashinada? O'zi Lacetti Gentra qilganmiz aka shunday. Yo'q, undan ko'ra Lacetti yaxshi. Bunga qanday aka? Ya. Buni nima Gentra qilinadi, bilasizmi? Lacettini urib qo'ygandan keyin iloji yo'q Gentra qilinadi. Havasagi qilgandir, bekor qilibsiz degan. Lacettini Gentra o'zim qilganman deb bekor qilibsiz dedim. Ko'nglingiz 50 mi, qayran sizniki? Menga qo'shon bo'lmas aka. Bo'lmasdanmisiz? Ko'nglingiz 50 mi? Ochiq bir gapni aytingizki, bir guring aytaman keyin mana. 50 olmaydi. Ko'nglingiz 50 olmaydi, bilaman uni. Siz 50 bo'lsa sotaman deb kelgansiz, lekin 50 ga olmaydi. Bo'ladigan bo'lsa bir guring. Naqd 45 million beraman, bering. Naqd 45 beraman, ko'zingiz oldida 46 million sotaman. 50 mashina emas. Boya buni avtomatini berdim, hamma ko'rib turibdi aka. Necha pulga berardim avtomatini? 50 ga avtomatini berardim aka. U ham xuddi shunday Gentra qilingan, taxlangan tinir mashincha. Ha, doston. Necha pul o'tib berasiz, aytingchi? 50 ga. Yo'q, olmaydi 50. Necha pul o'tib berasiz, ayting. 4 million o'tib berasizmi? 50 bering aka. Ha, 50 olmaydi. Mayli aka. Mana shu odam 46 deyapti, 46 bo'lsa olaman aka. 46 million naqd pul beraman, ko'zingiz oldida sizga pulni bera olaman, kim olsa ham kredit bilan sotaman, ochiq gapda bu ham. Unda ha? Polnik ana. 46 million so'radim. 46. Motor yaxshi ekan. Motor 2009 aka. Lacetti Gentra. qo'lda bering. Qarang, oxirgi so'rashim. Bersangiz olaman, bermasangiz meni molingiz. Bitta guring 48 million bo'lsa olib qolaman, gap so'z yo'q. To'g'ri kelsa bering, bo'lmasa meni molingiz aka. Nech pul sotsangiz sotavering xohlasangiz. 48 ni naqd aka, undan oshib qo'sha olmayman. Oxirgi so'rashim. Bo'ladi desangiz olaman. Rangi qoralik uchun bir savdo qildim-da. Motori yaxshi ekan. Motori korobkasi. O'sha uchun so'radim. 48 ni naqd, faqat rozi bo'lsangiz bering. Mana o'sha uchun bering, mana shu 40 milliondan 48 milliongacha chiqib keldim, do'stim. Mujikni ishi bu ham. Rozi bo'lsangiz bering, faqat rozi bo'ling. Baraka. Qani bitta odammisizlar? Bitta odamsizlar? Sog' bo'ling, mana shu. Aka, abzorini aytaman, qarang. Mana bu odam, qarang, ertalabdan janjal qilgan odam menman deyin keyin. Ayting. Janjal qildilar aka. Sizga qarang, mana rizqda bir rizq. Hamma aytaman, janjal qilmanglar. Rizq aka Nexia emas ekan sizga, mana Lacetti ekan. Ha, Gentra 2009-yil Lacetti Gentra qilingan, qora 2 yil yurgan, tomdan past aslish turgan. Do'stim necha pulga berdingiz? 48 ga berdingiz. Esingizdan chiqib ketmasin. 48 millionga berdingiz. Xo'p, hozir aka 49 million bo'lib sizga o'tibdi, rozimisiz? 1 million so'm non qo'ydim. Qolibdi 1 million. Rozimisiz shu pulga? Yaxshi kunga. Do'stim, siz rozimisiz? 1 million ishladim men mashinangizga.